Assalomu alaykum do'stlar, hammaga 105 kunlik to'g'larimiz sotuvda. 105 kunlik manzil Andijonda. Kelib ko'rib net olinaveradi. Nomerlarni videoga tashlab qo'yaman. Shu nomerdan WhatsApp, Telegramlar bor. Andijon viloyati Qirg'iziston Respublikasiga yaqinroq. Agar Qirg'izistonlik xaridorlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar. Hozir chegaralarimiz ochiq, bemalol o'taveradi to'g'lar. To'g'larimiz hamma vaksinasi qilingan, sog'lom. Katta partiya boqilgan. Hamma misol jo'ja boqishdan oldin o'ziga to'g'ri qiladiganlar ortiqchasi bilan boqadi. Shuni hisobiga bu yerda hozir 2000 dona oshiqchasi bor. Xuddi o'ziga boqqan, sotish uchun boqilmagan to'g'larimiz sotuvda. Endi O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma joyga dastavka qilib berilaveradi. Mashinalar qatnayapti. Bemalol aloqaga chiqsalaring, narxlari kelishtirib berilaveradi. Объемga отдельный narx bo'ladi, donaga отдельный narx bo'ladi. Dona oluvchilar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dushanba kuni Xudo xolasa, bugungi sana 6 fevral 2026-yil juma kuni, dushanba kuni Xudo xolasa shu Toshkent Nazarbekka boradi to'g'larimiz. Agar Toshkent tarafdan oladiganlar ham bemalol aloqaga chiqib turib, bron qilib qo'yish yoki menga shuncha olib qo'yinglar deb qo'ysalaring bo'laveradi. Yo'q, kelib ko'rib olaman deydiganlar ham bemalol shu dushanba kuni kelinglar, ko'ringlar, olib ketilaveradi. Agar menga xo'rozni ham kerak deganlarga ortiqcha xo'rozlarimiz ham bor. Uyda boquvchilar bemalol xo'roz qo'shib olaverasizlar. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar.